betonkaga 1,5 kilometr, sentralniy yo'l yuziga 100 metr. Agar sizni qiziqtirsa, videoni oxirigacha ko'ring, videoga like bosib qo'ying. Bu joyimiz Bo'stonliq tumani Abay qishlog'i Obodlik ko'chasida 7-hovli uyimiz sotilyapti. Maktab, bog'cha, poliklinika, havas, do'konlar hammasi atrofida, lokatsiyasi zo'r. Hozir hovli uyimiz ichkarisiga kiramiz. Qaranglar, hovli uyimiz maydoni 10 sotu. Asosiy yer maydoni uyimiz orqa tomonda. Keyin to'rtburchak variantda. Bu yerda kladovkamiz, hovli uyimiz, bino inshooti, to'rxona. Ichkariga kirganimizda videoni bitta qizartirib qo'ying. Bu yer tomonimizda tapchanimiz, o'ng tomonimizda oshxona. Kommunikatsiyadan muammo yo'q. Bu yer tomonda zalimiz, mehmonxona, ataplenlari bor. To'g'rimizda spalniy zal yonida. Bu yer tomonda detskiy xonamiz, bolalar uchun yotoqxona. Bu yerda zalimiz. Yana bitta mehmonxona. Hovli uyimiz remontlari yaxshi, kirib yashasa bo'ladigan holatda. Narxi keladigan bo'lsa, opisianda qoldiramiz. Videoga like bosib qo'ying, Bo'stonliq uy bozoriga obuna bo'lib qo'yamiz.